Xitoyning boshqa shahriga Xitoy avialiniyalari bilan uchdim va sizlarga hozir o'zimning shaxsiy fikrimni aytib ketaman. Da, juda ham chiroyli, da, bu komfortniy kreslolar ekan. Ancha farq qiladi, lekin bitta farqi bizda yaxshiroq. 3 soatlik polyotida shunga ovqat bermaydi deb o'ylayman o'zimcha. Paketni to'ldirib yemish olinmaydi. Lekin chuchvarani xom sanayman. Manzarani chiroyligini qaranglar. Quyosh chiqishi, quyosh botishi juda ham yaxshi ko'raman. Bu Guanchжоу tepadan qaraganda Lego shaharchaga o'xshaydi. Kichkinagina. Juda ham samolyotda uchishni yaxshi ko'raman. Qani nima qilarkanmiz deb hayron qoldim. Keyin bizga bunaqa uzoqdan kichkina monitorchalar berishdi. O'zim g'alati his qildim, to'g'risini aytsam. Bardan u tarafda biznes klass bilan birinchi klass bo'shadi. Kreslodan boshqacha farqi yo'q. Keyin bizga mana ovqat berishdi. Bu lapsha, reyslar, mana bu bo'lsa qatiq, kefir, aytsam chuchvarda ekan. Lapshasi esa tovuqli ekan. Otak mazali. Checheski. Keyingi videoni esa O'zbekiston avialiniyasi ovqatlarini qo'shdim. Ularning farqini kattaligini qaranglar. To'g'ri, bizda ovqat yaxshiroq. Gurmanlar uchun вообще O'zbekiston avialiniyasida osh berishdi. Xullas, Kunming shahriga yetib keldim va shahar menga yoqadi degan umiddaman. Juda ham intizorlik bilan kutyapman sizlarga ko'proq video olish uchun. Bu yoqda juda ham tog'li o'rmon bor ekan. Toshli, tog'li shunaqa. O'sha joyni sizlarga ko'rsatgan